Keyingisi Fuzayl ibn Iyos. Mana shu bugungi darsimizning nuqtasi. Kimki riyosatni yaxshi ko'rdimi, bilingki hasad qiladi va zulmga o'tadi va hammani yomonlaydi. Bir eslab ko'ringlar-da, bir odam borki, shu mahrum bo'ldi. U xohlang imomchilikdan bo'lsin, xohlang mahalla komiteti kattasi bo'lsin, xohlang shu bir narsaning kattasi bo'ldi-yu, shundan tushdi. Birinchisi, agarda riyosat yomon ko'rgan bo'lsa, alhamdulillah qutuldim deydi. Lekin yaxshi ko'rgan bo'lsa, hasad qilib, zulmga o'tib, kimi bo'lsa yomonlaydi. Ko'rdimmi shunaqa odamni? Kimi bo'lsa qiziqi yo'q ekan, yomonlaydi, kelib palonchi, ha u ham mana qil, u ham mana qil. Palonchi deb maqtasangiz shuni yomon ko'radi. Uni oldida birovni maqtadingizmi, u odam shuni karih ko'rib ketaveradi. Sababi nima ekan? Riyosatni yaxshi ko'radi. O'sha hasad keltirib chiqardi, u zulmni keltirib chiqardi. Undan keyin odamlarni yomonlayveradi. O'zi aybi yo'q. Ayb endi beaybparvardigar to'g'ri. Lekin u tuhmat qilyapti. G'iybat qilyapti. Hamma narsaga tayyorki, o'sha joyiga qaytib borishlik. O'sha kreslosiga, o'sha mehrobiga qaytib o'tirishlik. Sababi nima desa, o tepada aytdi-yu, bu juda yomon narsaki, maxfiy shahvat va hubbur riyasat. Boshqarishlikni, boshlaylikni yaxshi ko'rishlik.